sizlar bilan Silent Flash o'yinini birgalikda o'ynab ko'ramiz. Bu o'yin mashhur o'yin, O'zbekistonda ko'p tanilmagan. Ko'p odam bilmaydiki, bu o'yinda Xorazm shohlar imperiyasi bor. Men shu o'yinda o'ynayapman. Bu o'yinga Jaloliddin Manguberdi, Samarqand, Buxoroga shaharlar ham kiritilgan. Ishonmasangiz, oldiga borib ko'ramiz. Urganch shahri. Bu xaritada har xil imperiyalar bor. Buxoro. Bu yerda esa Samarqand bor. Bugungi o'yinda maqsadimiz har xil 1221-yil Mo'g'ullar Xorazm imperiyasini bosib oladi. Biz esa bu o'yinda Mo'g'ullarni yo'q qilish niyatida. Bu o'yinni sinab chiqarmoqchimiz. Hozir men o'zim muzokaraga kirishib, Xorazm shohlar imperiyasi asosiga aylanganman. To'g'ri sarkardaman. Lekin sizlar hozircha ko'p emas. Qanchalik like va obunangiz ko'paysa, qismlarimiz ham tezroq chiqadi. Hozircha askar olib kelish uchun Samarqandga bor. To'xtangiz, boshqa imperiyalardan ham askar olish mumkin. Faqat Xorazmni cheklab qo'ying. Uning uchun urush qilmagan mamlakat bo'lishi urush qilgan ekan.
3-4 ta imperiya bilan urush boshlagan ekan. Demek biz Harbiy Rim imperiyasidan asker. Yo'q, bu polshaliklar ekan. Maslahatim iloji boricha kuchli askarni esa yaxshi jang qilib olmaydi. Hukumat bo'lsa ham arziydi. Asker sotadi. O'zingizning qahramoningizga bilan savlat yoki qalqonishdan avval birinchi bo'lib askarlarni olsangiz o'zingizga foyda bo'ladi. Shuni yozib chiqib qolsa xavotir olmanglar, chunki ba'zi bir qal'alarda askar tugagan bo'ladi, shuning uchun askar sotish olmaydi. Ba'zi qal'alarda esa askar siz ulpan qo'lga kiritganingizdan keyin uni boshqa qal'alarga sota olasiz. Men hozir narsalarim bor edi. Qolib qolgan. Yo'qlar qaytishdan sotilgan. Kelinglar, kichkinaroq jang o'tkazamiz. Askerlerinizi saflantirsangiz bo'ladi. Mana shunday qilib saqlaymiz. O'yinni boshlaganingizda birinchi maslahatim kuchsizroq hujumlar bilan jang qiling.
Bo'ldi do'stlar, bugungi videomiz shu joyda tugaydi. Qanchalik like va подписка ko'p bo'lsa, keyingi safar videomiz shunday tezlik bilan chiqadi. Biz bu videoda Xorazmshohlar imperiyasini rivojlantiramiz. Do'stlar, sog' bo'ling.